Assalomu alaykum. Milliy gvardiyaning 9 yillik faoliyati bu xalq va vatan xavfsizligi yo'lida amalga oshirilgan ezgu ishlar, hamkorlik va mas'uliyat bilan bosib o'tilgan yo'llardir. Milliy gvardiya xizmat faoliyati boshlagan kun munosabati bilan Ma'naviyat va ma'rifat markazida tantanali tadbir tashkil etildi. Bayram tadbirida dastlab Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov so'zga chiqib, tizim xodimlarini qutlug' sana bilan muborakbod etdi va o'zining samimiy tilaklarini bildirdi. Xalqimiz bitta, davlatimiz bitta, prezidentimiz bitta. Shuning uchun xalqimiz uchun, davlatimiz uchun hammamiz bitta oila, bitta jamoa bo'lib, o'z vazifalarimizni burchimizni bajarishimiz lozim. Shundan so'ng senatorlar, san'atkorlar hamda xorijiy hamkorlar tomonidan Milliy gvardiya jamoasiga ezgu tilak va samimiy tabriklar yo'llandi. Bayramingiz muborak bo'lsin. Tantanali marosim davomida xizmat vazifasini sidqidildan ado etib kelayotgan harbiy xizmatchilar va xodimlar munosib taqdirlandi. Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov hamda Fransiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Ualit Fuk o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqot davomida Fransiya jandarmeriyasi bilan hamkorlikni rivojlantirish, memorandum imzolash istiqbollari, o'zaro tajriba almashish, shuningdek robototexnika, kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt va kadrlar tayyorlash yo'nalishidagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Milliy gvardiya hamda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti o'rtasida hamkorlik izchil rivojlanib, innovatsiyalar, sun'iy intellekt va zamonaviy kadrlar tayyorlash yo'nalishlarida yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalarning amaliy ijrosi doirasida poytaxtimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan amaliy tadbirlar o'tkazildi. Xususan, Milliy gvardiya qo'mondoni rahbarligida Yunusobod tumanida o'rganish ishlari olib borildi. Fuqarolarni qiynayotgan masalalarni joyida o'rganish va ularning ijobiy yechimini ta'minlash maqsadida Milliy gvardiya qo'mondonining navbatdagi sayyor qabuli o'tkazildi. Qabul davomida fuqarolarning murojaatlari onlayn va offlayn tarzda tinglanib, har bir masala atroflicha o'rganildi. Sen bo'lsa nazoratga nimaga axborot berib turasan? Ko'tarilgan muammolar yuzasidan mas'ullarga aniq topshiriqlar berilib, ularni hal etish bo'yicha tegishli choralar belgilandi. Yoshlar bilan ishlash yo'nalishida Olmazor tumanidagi G'amxo'rlik markazida o'tkazilgan general va yoshlar uchrashuvida bildirilgan murojaatlar amaliyotda o'z ifodasini topdi. Bolalar harbiy qismga tashrif buyurib, harbiy xizmatchilarning kundalik faoliyati bilan yaqindan tanishdilar hamda otlarda sayr qilib, unutilmas taassurotlarga ega bo'ldilar. Xiva shahrida bo'lib o'tayotgan